Hamma oqlarini bo'yab berasizmi? Zabi, yoqsiz-ku, sochi buncha oqardi. O'zidan o'zi oqarmagan sochlarim bular hammasi hormonlarimdan oqargan. Mana qarang. Ham sochim ko'ryapsizmi? Oqa, uzun oq. Mana shu meni Turkiyaga sayohatga olib bormaganlar uchun oqargan. Mana bu oq sochim bor-ku. Dugonamni to'yiga bormaysan deganlar uchun oqargan. Mana bu uzun sochim nimaga oqargan bilasizmi? Umuman diyeta foyda qilmaydi. 2 kilo ham ozolmaysan deganlar uchun oqargan. Mana bu cholkalarim orasidagi 6 ta oq tolani bilasizmi nimaga oqargan? iPhone 17 olib bermaganlar uchun oqargan. Oqsinimda bor. Menda yo'q. O'zingizda iPhone bormi? Sizda yo'qmi hali? Yo'q. Bu to'xtgan zabi, hozir sochlaringizni bo'yamasa, qolgan sochlaringiz ham oqarib ketadi. Boshlang. Shirzat akasi, rahmat, baraka toping. Umuman oq qolmadi. Hamma joy chiroyli rang bo'ldi. Shokolad yaxshi ko'rma, shokoladni shirin rang bo'ldi. Bo'ldi, yoqqanidan xursandman. Endi umuman asabiylashmayman, jahl qilmayman. Bu chiroyli sochlarni oqarib ketishini xohlamayman. Asabiylashmang, boshqalarni ham asabiylashtiring. Xo'p, asabiylashtirmayman.